Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Jahon tarixi 2 darsimizda navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni davom ettiramiz. Bugungi ma'ruza mashg'ulotimizda uzviy davomliroq 3-darsimiz Buyuk Yunon koloniyalashtirish asri Yunonlarni demak 200 yildan ko'proq davom etgan e, jarayonlarga bag'ishlanadi. Darsimizni rejalarini ko'rib chiqishimizda Yunon mustamlakachiligining sabablari bu birinchi rejamizda, Yunon koloniyalarining joylashishi ikkinchi reja va so'nggi reja bu Shimoliy Qora dengiz mintaqasidagi koloniyalar tarixiga bag'ishlanadi. Aslini olganda, Buyuk Yunon mustamlakachiligining sabablari nimada bo'lgan yoki Yunonlarni koloniyalashtirishiga qanday ehtiyojlar bo'lgan, kelib chiqish sabablari nimalardan iborat edi degan savollar. Ma'lumki, miloddan avvalgi ikkinchi mingyilliklarni Yunonlarda port, yirik shaharlar, shahar davlatlar paydo bo'la boshlagan edi. O'sha shaharlarni ikkinchi mingyillik o'rtalariga kelib, ikkinchi mingyillik oxirlariga borib, siyosiy jihatdan inqirozga uchraganligi tarixan ma'lum. Va miloddan avvalgi 8-asrlarga kelganda Yunonistonda qorong'ulik, zulmat asri o'zini yuqori cho'qqisiga chiqdi va Yunonlar bir qancha ehtiyojlarga borib qoldi va 8-asrdan boshlab 6-asrlargacha Yunonlar koloniyalarga chiqib ketishga harakat ishlarini qilishgan. Bunda nimalarga sabab bilan chiqib ketilgan? Birinchi galda yer yetishmasligi, taqchilligi sababli Yunonlar o'zlari hali egallab ulgurmagan yoki chekkalarda, olislarda bo'sh yotgan yerlarni o'zlariniki qilish, u yerda bemalolroq kun kechirishni maqsad qilib ham chiqib ketgan Yunonlar bo'lgan. Ikkinchi sabablari qatorida Yunonistondagi savdoning rivojlanishi. Endilikda Yunonlar nafaqat o'zlari ishlab chiqargan, o'zlari yetishtirgan mahsulotlarni nafaqat Yunoniston hududida, balki tashqari o'zga hududlarda ham o'sha bozorlarni ham demak shu mahsulotlar bilan to'ldirishni reja qilishgan. Savdoni rivojlanishi ham ularni boshqa joylarga chiqib ketishlariga sabablardan bo'lgan. Zodagonlar bilan oddiy xalqning o'rtasidagi to'qnashuvlar, ya'ni miloddan avvalgi 1000 yillikdan boshlangan siyosiy jarayonlarda Yunonistonni aslzoda elita qatlamlari bilan oddiy demos o'rtasidagi jarayonlar. Bu demak hokimiyat bilan oddiy aholi o'rtasidagi tortishuvlar, kelishmovchiliklarni keltirib chiqardi. Natijada Yunonlar o'z yurtlarini tashlab, o'zga hududlarda koloniyalar axtarib chiqib ketishgan. Yoki qarzliklar, qulliklar sabab ham Yunonlarni mahalliy qarzdor bo'lgan xalqlari, aholisi endilikda o'zini yurtida u qarzlarni uzishga aqli yetar ediki, yetolmas buni bilardi va o'zga hududlarga ishlash uchun chiqib ketardi. U yerda ishlab, mana shu bo'ynidagi qarzlarni uzishni maqsad qilib Yunonlar demak qullik asoratidan chiqishni o'ylashgan edi. Yunon koloniyalarining joylashishiga e'tibor bersak, 8-asrdan boshlangan bu jarayonlarda Yunonlar qayerlarga borib koloniyalariga asos solishdi. Masalan, birinchi galda Shimoliy Qora dengiz bo'ylari, hozirgi Turkiyani shimolidagi dengiz, o'sha dengiz atroflariga borib joylashgan Yunonlar yoki Kichik Osiyo, Turkiya hududlari, bu yerdagi Yunonlarni o'zlarini qurgan, o'zlari tobega aylantirgan koloniyalar yoki janubda Shimoliy Afrika yerlarigacha yetib borgan Yunonlar, shimoli g'arbda esa Italiya hududlari, Apinin yarim orollarigacha, Janubiy Apinin yarim orollarigacha koloniyalar tuzishdi va shimoli-g'arbiy O'rta Yer dengizi ham Yunonlarning koloniyalari territoriyalari qatorida bo'lgan. Endi Yunon koloniyalarining joylashuvida biz ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Sizga savol shaklida kelishi ham mumkin. Qadimgi Yunonistonning tabiiy sharoitlarini eslab ko'rasiz. Yunonlar koloniyalarni qayerlarda tashkil etganligini mushohada qilib o'ylab ko'rasiz. Ya'niki ular ko'proq suv bo'ylari, kurort shaharlar qurishga, dengiz bo'ylariga yaqinroq joylarda koloniyalar qurishga harakat qilishadi. Buni boisiki, Yunonlarda shunday tushuncha bo'lgan, ular o'zlarini yagona xalqlarimiz deb hisoblagan. Ya'niki biz tarqalib yashasakda, har xil yerda kun kechirsakda biz yagona xalqmiz, ellinlarmiz deydi. Ellin xalqimiz, davlatimiz esa Ellada davlati
bizni davlat Elora davlati deb turib, o'zlari tan olishgan. Mana Yunon koloniyalarining joylashishiga e'tibor bersak, bu birinchi suratda ko'rishimiz mumkin tovush, ya'ni signal qo'ng'irog'i. Bu mana shu osilgan holatda turganki, bunda demak koloniyadan tashrif buyuradigan kemalarni, qayiqlarni kelayotganligiga signal, ya'ni ishora bergan mana shu signal qo'ng'irog'i chalingan. Bu nima degani? Markaz Yunoniston Afinada markazda koloniyalarga qarata kemalarda, qayiqlarda demak oziq-ovqat ortilgan qayiq kemalar markazdan chiqarilgan Kichik Osiyoga, Shimoliy Afrikaga yokida Janubiy Apennin yarim orollarigacha bo'lgan sarhadlarga borgan bu kemalar va ularni kelganida mahalliy demak o'sha mahalliyga aylantirilgan koloniyadagilar bu qo'ng'iroqni signal shaklida chalishgan va ularni kelganligini u yerdagilarga demak eshittirishgan. Mustamlakachilar o'z vatanlarini tark etishlariga qaramasdan Gretsiya bilan doimiy aloqada bo'lishgan. Gretsiyadan kelayotgan kemalar haqiqiy bayramona ruhni o'zi bilan birga olib kelgan. Xursandchilikda, shukuhda kelishgan. Shunday qilib Yunon dunyosi sekin astalik bilan shakllanib borgan. Endi Shimoliy Qora dengiz mintaqasidagi koloniyalarga qarasak, eng mashhur Yunon koloniyalaridan biri bu janubdagi, demak, Shimoliy Qora dengiz mintaqasidagi koloniyalar hisoblangan. Shimoliy Qora dengiz mintaqasidagi koloniyalar Kichik Osiyoga nisbatan Qora dengiz mintaqasidagi koloniyalar Kichik Osiyoga qaraganda ham rivojlangan, o'sgan koloniyalar hisoblangan. Bu yerda qadimiy aholi punktlari, xarobalardan tashqari, demak, tarixan saqlanib qolgan buyumlar arxivlarda saqlanib kelmoqda. Olviyada hattoki qadimgi zinapoyalarni tiklashga muvaffaq bo'lishgan tarixchi tadqiqotchilar, bular ham manbalarda qayd qilinadi. Agar miloddan avvalgi 10-asrlarga qarab yana qaytib gapiradigan bo'lsak, bu davrda Yunonlarni ma'naviyatida, ma'rifida qanday davr bo'ldi? Bu davr Yunoniston tarixshunosligida qanday iz qoldirdi desak, bu davr Yunon tarixshunosligida qorong'ulik asri yoki zulmat davri deb aytiladi. Buni boisi Yunon olimi, yozuvchisi Gomerning davri bilan bog'liq. Aynan bu davrni yozuvchisi hisoblangan, ko'zlari tug'ma ojiz bo'lgan, lekin tabiat unga juda bir yirik, bir ajoyib iroda taqdim qilgan edi, ajoyib bir iqtidor taqdim qilgan ediki, Gomerning Iliada va Odisseya dostonlari orqali Yunonistonning qadimgi davrini yoritilishida asosiy manba, asosiy xizmatchi shaklda undan foydalanishligimiz mumkin. Uni davri Yunoniston tarixshunosligida bevosita qorong'ulik yoki zulmat asri deb aytiladi.